duo qilish borasida Alloh taolo Ibrohim surasining 41-oyati karimasida Robbana g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ey Robbimiz, mening gunohlarimni, ota-onamning gunohlarini va mo'minlarning gunohlarini kechirgin, hisob kitob bo'ladigan kunda degan. Qarang, mana o'zimizning gunohimizni kechirib so'raymiz Alloh taolodan. Ota-onamizning ham gunohini kechirib so'raymiz. Ya'ni ota-onaga duo qilishlikni ham Alloh taolo Qur'oni Karimda bizlarga ta'lim berib o'tyapti. Shuning uchun duolarimizda ota-onalarimizning haqqiga duo qilishimiz kerak. Hatto ulamolar aytadilar, agar inson duo qilganda ota-onasini duo qilib, keyin duo qilsa, duosi ijobat bo'lishiga olib keladi degan. Qarang, duosi ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi shular. Shuning uchun azizlar, dunyo hayotida bizlarni tarbiya qilgan, bizlarni mana shunday katta qilgan ota-onalarimizni doimo ularni ikromi, hurmati ko'z oldimizda turishi kerak. Doim. Necha oylab qonida ko'tarib yurgan, dunyoga kelish uchun mashaqqat chekkan, kechalari bedor beshigimizni tebratib, bedor beshigimizni aylanib chiqqan, agar kasal bo'lsak, o'lib qolmasligimiz uchun yig'lab Allohdan so'rab duo qilgan, o'zlari yemasa ham yedirgan, kiyimlarimizni yuvgan, hech narsasini bilmagan kichkina bir oy, 1 yashar, 2 yashar vaqtimizda bizlarni kechasi kunduzi ko'tarib katta qilgan onalarimizning bizga qilgan xizmatlari doim ko'z oldimizda bo'lishi kerak. O'zi yemay yedirgan, bizlar yeyotgan taomlarni olib kelgan, bizlar kiygan kiyimlarni ishlab topib, pul topib bizlarni kiyintirgan, o'qitgan, ta'lim bergan, kitob daftarlar olib bergan, orzularini bir chetga qo'yib, sog'ligidan ham kechib, kechasini kechas, kunduzini kunduz demay, farzandim boshqalardan kam bo'lmasin deb yelib yugurgan otalarimizning ham hurmati, haqqi doimo ko'z oldimizda bo'lishi kerak. Chunki ular hayotlarini biz uchun sarfladilar. Topganlarini, kuch-quvvatlarini, g'ayratlarini, mehnatlarini. Ularni ham orzulari, umidlari bor edi. Lekin farzandim boshqadan kam bo'lmasin deb orzulardan kechdi. Hattoki kechasi, kunduzi bolam, farzandim deb yelib yugurganligi uchun sog'liqlarini ham yo'qotdi. Endi ular bizlarga muhtoj bo'ladigan bir yoshga yetganda, bellaridan quvvati, kuchi ketib, yurishlarga qiynalib, o'tirib turishga qiynalib, zaiflashganda farzandlar sizni biz ota-onamizni tashlab qo'yishimiz, ularning xizmatini qilmasligimiz insof shartidan emas. Insof shartidan emas. O'zimiz birovga bir yaxshilik qilib qo'ysak, bir yaxshiligimiz tegsa qancha uni yaxshiligimizga yarasha rahmat aytishini kutamiz. Ota-onalarimiz bizlarni yillar mobaynida katta qilgan, yillar mobaynida biz uchun yelib yugurgan. Biz unda hech narsani bilmay yotganmiz. Qayerdan kelyapti bu kiyim-kechak? Bu yeb ichayotganimiz qayerdan kelyapti degan fikr ham bo'lmagan. Lekin bizlarni ular katta qilganlar.